Assalamu alaikum, hürmetli televizyon körgüçüler, Dünya Uğur Kurultayı Tor Televiziyasının Uyghur Avaz Söhbət programısına hammanlar hoş gəlibsizlər. Mən Riyaset İftixar Abdurşid. Bugünkü ziyaretimizni qabul qılğan aziz mehmanımız olsa Uyghur Avropa Mədəniyyət Mərkəzininki reisi Mömincan Rahmancan efendim. Hoş gəlibsiz Mömincan efendim. Uyghur Avropa Mədəniyyət Mərkəzi muş yaqında qurilgan, Norvegiyada qurilgan bir tashkilot. Bu tashkilot haqida bir qisqacha tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz. Va alaykum assalom Iftikhar efendim. Assalomu alaykum. Ekran oldiki diasporadagi barliq qarindoshlar, Bekir Möminjon Rahmatdan o'tliq salom. Ondan savolga Uyg'ur Yevropa Mədəniyyət Mərkəzi Norvegiya dövlətinin shahrida qurildi. Bu bizning 2019 yılda qurib chiqqan Uyg'ur Yevropa ansamblining yetakchiligida va shuning davomliq shu Norvegiya davlatida qanday xizmatlar olib bora olamiz degan bir asosda buni qurib chiqdik. Endi bu nima ish qiladi deganda shu san'at va madaniyat ma'rifdan foydalanib o'zimizning Uyg'ur bolalarining motiva deymiz rəğbətlendirib, bular arqılıq şu diasporadakı başqa yerlik qarindoshlarga özümüzün Uyğur dərdini başqa bir xil yo'l arqılıq tuntish. Xo'sh, xalqaro Uyg'ur munbiri parlament a'zolari uchirish yig'iniga siz Dünya Uyg'ur Qurultayı tarafidan Uyg'ur Yevropa Mədəniyyət Mərkəzininki reis bo'lish sifatingiz bilan qatnashdingiz. Shunda bo'lganda bu sizningki tunji qatim bir tashkilotning reis bo'lish sifatingiz bilan bir xalqarалық bir yig'inga uchrashishga qatnashishingiz bo'lib hisoblandi deb o'ylayman. Xo'sh, bu yig'inga qatnashishdan burun, bu uchrashishga qatnashishdan burun qandaq arzu qilgandingiz? Endi bu yig'in 2 kunlik davomlash jarayonida oldimizda bir necha soatdan keyin yig'inning keyiflish murosimi bo'ldi. Bu yig'in jarayonida qandaq ta'sirotga ega bo'ldingiz? Mushaqdan bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Sual sorğuş boğalıqda kaldı, canlandırdım. Hakikaten tuncu qıtımlıq Uyghur Avropa Mədəniyyət Mərkəzinin əzası başqurğucu buluş bitimdə tuncu qıtım müştaq bir international qanaqdayımız? Xalqaralıq bir yığın nemisi qatnışım oldu. Dünya Uyghur Qurultayının çaqırışı və müştaq birlikdə xizmət qilish ümidinin bağlığı nemisinden bu şey bir keliş ters nemisi oldu. Fırsatı oldu. Nihayet hoşlanmamıştık. Burun Avrupa'da ya ki dünyanın Amerika'da qandaq yerde özümüzün akıllarımız, dadlarımız ötken bir neçə xil körəşlərinin bir tipi. Bunu davamlaşdıralış imkaniyetimiz bolsa, qalalaş gücümüz yetib qalsa, tirişimiz qilishqa ihtimal ve fırsatlar kep qalsa her vaqt tayyor turmiz. Bu qitimdagi Yaponiyada buluş ma'nayati cho'ng bir g'urur his qildi. Mayli o'zimizning bir necha tashkilotga bo'lingan bo'lsaqmi, bu qitimqi hamma tashkilotlar bir yerda turib Dünya Uyg'ur Qurultayının aqida ishtirish rolini nayati yaxshi o'ynaganligini ko'rdim. Va bek professional, bek kasbiy holatda davomlashtirdim. Başlanış olsun, aralıqdaki her bir panelde bo'layotgan yig'inlar bo'lsin, onun app birlishi, texnik masalasi, kamera ilinişi, mushtaq oliy suhbat berilishi, her bir Dünya Uyg'ur Qurultayı a'zolarining nihoyatda jiddiy holatda aktiv bo'lganligi ko'rinib turdi. Şuna bu narsaning bunun bilan birlikda Mishada kelgan bütün Uyg'ur xalqimiz Mishada kelayotgan boshqa yerliklarda texnik yüksek holatda hamma narsaga diqqat qilyotdi, hamma narsani anglayotdi, har bir yo'nalishga to'g'ri ketib bordi. Shu bu qitim bek hayron qolarlik darajada yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Men o'zimmi eng avval Uyg'ur Yevropa Mədəniyyət Mərkəzining bir əsas buluş süpün bilə müştaq naqşa, muzika, mədəniyyət degan köz bulunduq. Onun da texnik yordamda ketib barman. Yəni qısqa çıxıb etqanda fövqəladə bir yaxşı olub ötüb ketib bar deb o'ylayman. Endi
Siz ibadetin yuqorida deb o'tdingiz, Uyg'ur Yevropa madaniyat markazininki qurilish muddasi haqida to'xtalib o'tgan vaqtingizda Uyg'ur ma'rif va madaniyatini qo'g'dash va uni texmo taraqqiy qildirish, rivoj topqizishni oldin maqsad qilgan degan asosda. Albatta hozirgidek Uyg'urlarninki madaniyati, ma'rifi vatanimizda olsa Xitoy mustabidlarininki irqiy qirg'inchiligi va turli assimilyatsiyalarga duch kelib xirisga uchrayotgan bo'lsa, chet elda va muhojiratda bo'lsa, Uyg'urlarninki muhojiratga chiqish tarixining uzurgan siri avlod u yerda necha avlod bo'lib paydo bo'lgan siri bu xil ehtimol bilanmi vaqt uzurganninki sababi bilanmi ig'ir xirisga duch kelayotgan shunday bir paytda bunda bir tashkilotni qurg'uningiz Uyg'ur madaniyati va ma'rifini qo'g'dash uchun bunda bir tashkilotni qurg'uningiz haqiqatan kishini suyundirdi. Xo'sh, bundan keyingi planlaringiz, bundan keyingi bu tashkilot bo'lish suhbatinglar bilan qilgan strategiyalar nima? Başta bağın gap şundaq payız oldu. Hazır biz vatanda özümüzün yo'qolib ketish xatar bor deb qaytib chiqdik. Hozir lekin bu chet elda yashayotganimiz Uyg'urlarning bu xirsi bu xatar bek ig'ir darajaga yetib qolganini ko'rib turamiz. O'g'illiklarda hem özümüzün nevresi bolalarımız bilan tarjimon orqali paranglashgan yerga yetib qolgan o'xshaymiz. Bu qandaq menga bir yuragimga o't soldi desangiz, yanlama shu dunyo qurultiyi meni bir musobaqa bo'ldi deb Qozog'istonga avatdi meni. Qozog'istonga avatgandan keyin Qozog'istondagi Uyg'ur bolalarning 5-avlod Uyg'ur bolalari. Ash bolalar hozir desam shundaq ko'nglim nim bo'ldi, shundaq xo'sh bo'ldi. Hammasi 5-avlod Uyg'ur bolalari vatanni ko'rib boqmagan bolalar Uyg'urchini Ravan. Nəhayət yaxşı ravan joyida so'zlab apmaqtiga Uyg'ur naqshisini bo'lsin, Uyg'ur she'rlari bir yerga kelish, chiqib madaniyat ma'rif nəhayət taraqqiy qildi. Davlatda imkon bo'lmag'achqa ba'zan inqiloblarni qilamagan bo'lsa-mu, lekin bu madaniyat ma'rif saqlab qolish Qozog'istonda bek joyida bek yaxshi men o'tibdi. Buningda men bek ta'sirlandim, bek xo'sh bo'ldim, ammo uni qanday akilish to'g'riliq men ham o't qatnaplam to'dishni o'ylab. Qanday qilsak bo'ldi bu? Mesela Norvegiyada biz bu kültürsüzleşiş deb manaman. Bizning kültürsüzleşimiz bosqish eg'irlab mengotdi. Maktablar ichilyotdi, yipilyotdi. Hammadan tirishayotdi, lekin nam bilan bu ish tam yerga bormayotdi. Am buni qanday qilsak bir ish qilib bir jiddiy holatda hem ciddi hem uzun oylagan holat neymiş qalaymiz. Mesela başka dünyadaki başka ülkeler neymiş qatıdı. Miş Xitay özü neymiş qatıdı adlisi. Neymiş qatıdı bütün balların kalısın jivatıdı, bulağı binəsi ügüd atıdı, bulan tərəq qıldıratıdı. Bigen əhəti ögün nəməz, muş ballarını çın tutup, muş kiçik ballar bigen əhəti ögün 10 yıldan keyin qanda bab kütü degen əsini qol tutqaşqa qalbi qazanatıdı. Şunu balla bu Uyghur medeniyetini, Uyg'urligini faqat men Uyg'ur deb qo'yib qo'ysa, shu tugaydi. Tugab ketadi, qolib qoladi. Endi buni qanday taraqqiy qildira olamiz deganda, hozirgi balla trend deymiz, moda bo'lish. Bir narsani moda qilsak, u balla uning qiziqidi va u moda qilish bilan birlikda buningga hadiya berish yoki bo'lmasa uni bir motiva qilish, buni bir rag'batlantirib, mush bir narsani moda qilgan ahvol ostida andan keyin madaniyatni va Uyg'urlikni qiziqtiradi ekan deb o'yladim. Va buning bilan Norvegiyadagi ba'zi bir maktablarning mudirlari va mush to'g'riliq boshqatirayotgan qarindoshlarimiz bilan biroz maslahatlashgan bo'ldik. Endi bek kichik qadam bilan apmangishimiz kerak ekan. Butun dunyoda aslida birlik qila olgan bo'lsak bek yaxshi bo'ldi. Masalan, Qozog'istonda Ashaning davlatning qo'llagan davlat organlik nimiz bor. Ansamblning qanaqa deymiz? Maktabi bor, madaniyat maktabi. O madaniyat maktabi har yilda o'tkaziladigan faoliyati bor, birdan ikki qitim o'tkazilgan. 111-112 odamdek Uyg'ur ma'lumotlar ishlab bolalarni tarbiyalaydi. Bu sharoit meni shundaq oq ichimni qizg'andirdi.
bek içim kızdı, lekin aşını kandak ekilemeyiz. Biyen bulmaydı elbette, eti bulmaydı, bu yıl olmaydı. Hiç olmazsa bir 10 yıllık için ekleyelim. 10 yıldan keyin bu balla, benim ballarımdan balası oldu, onun balısından balası oldu. Şununla muşu en çoğun bir bana bir zerre bir atı da hem bana erkeklik güç verdi. Şu muştak bir iş kılayla. Dep Uygur Avrupa ansambılımı öz biz bilen birlikte hizmet kılatkan dikin. Şuna belli hizmet kıldığan en güçlük bir ansambılımız boğan dikin. Şu muştak bir taraqqalay degan bir narsa. Kalam keldi ben muştunu yapmay otaman. Ahırsıda hürmetlik körümellerimizge etqiniz bolgan yürek sözleriniz barmı? Evet, yürek söz degan tüymeydi. En avval bir kısıkçı bir iniqleme beriş. Hazır bu Uygur Avrupa Medeniyet Merkezi bu ideyani, bu isimni ilham bulup Uygur Avrupa Ansamblı'dan alıdı. Çünkü Uygur Avrupa Ansamblı 2019 yılında Norveç'te biz 15 adam bilen birlikte kurmuz. Bunun reisi Muhtar Akımız, Muhtar Abdülkerim Canbaz Akımız bulup sayılındı. Bu muştak hep men alğam. Onundan kişinin mening muş Norveç devletinde muştak bir ideyarimni davamlıq hep men üçün bu narsa Norveç'de kurulgan bilen ama Şvetsiyada devletinde en gelingan aşındaq ep manıldı. Şu bu yerde bir kuruluş imkaniyeti ve mecburiyeti tuğuldu. Şunun için bu isim biraz oxşaş. Hem mening maqsadim hem Uygur Avrupa Ansamblı'nı yortuş, hem üzerinden Uygur Avrupa Medeniyet Merkezi'ni yortuş. Şu bazı yerlerde isim tüpeylden azıcık uquşması болып қалды ekan. Bunu bir aniqlama berib dedim. İkisi teşkilat. İkisi teşkilat isimleri oxşup gitdi. Oxşup gitdi. Şu yortuş maqsadimiz oxşaş bo'lganligi uchun asosan oxşup gitdi. Anandakin deydigan ko'ngil so'z deganda bizning vatanimiz bo'lmag'achqa hozir biz bulutmuş diasporada yaşayotganlarning qonunliq bir vatanimiz bo'lmag'achqa xalqimiz yo'q, sahnimiz yo'q. Bir yerga berib uyan qo'ymoqchi bo'lsak, minglagan yoki 10 minglagan xalqimiz yo'q. Bu ma'rif, madaniyat, san'atga xalq bo'lmasa asosiyatdan jiq kuch alanmaydı. Şuna hazır biz qo'llab quvvatlashga ehtiyojimiz bor. Qanchalik quvvatlayolsa, qanchalik qo'llayolsa, ashundan ish biz uchun bir cho'ng ish. Men faqat menla emas, hozir Qozog'istonda bo'lsin, Avstraliyada bo'lsin, Turkiyada men chiqyotdi, Yevropada bir nechta işte tashkilot ansambullar bor, o'z qilayotgan. Bularning hammasini qo'llasak, bu medeniyet degan narsa qo'llash bilan gulindi. Qancha qo'llay olsak shuncha xo'sh bo'lamiz. Bu bek cho'ng bir umidim. Ondan keyin birga xizmat qilaydigan mushtaq bir ideyani haqiqatan jiddiy, okey, bizning mushtaq bir ideya bor, demoqni birga ish qilsak bo'pti-ku deydigan bo'lsa, mening bek birga mush narsani asos tutib, mush yo'lni mang'im bor. Qanday aloqalashib bo'lsa, men shunday uni aloqalashib qilishni xohlayman. Shunga maqsadimiz kelgusidagilarni qo'limizga ilib, mishadagi dunyoning boshqa bütün bizga qiziqayotgan millatlarni, xalqlarni, insonlarga o'zimizning dardini o'qishmagan bir şekilde anlatish. Rahmat. Boshqa sizga ko'pdan ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida biz sizlarga Uygur Avrupa Medeniyet Merkezi'ninki reisi Mo'minjon Rahman efendi bilan bo'lgan suhbatimizni diqqatingizga sunduq. Mo'minjon efendim yuqorida deb o'tgandek, Uygur medeniyeti, Uygur ma'rifi zo'r xirisqa, vatanimizning ichida bo'lsin, sirtida bo'lsin, zo'r xirisqa duch kelayotgan bundaq bir ahvol ostida bizningki Uygur
ma'rifimizni va madaniyatimizni qo'g'dab qilish bizning bir burchimiz deb qarashga bo'lgandek darajada muhim bir omil bo'lib turyotidi. Vaziyatning taqozosi ham shu holatda bo'lyotidi. Ko'pincha Uyg'urlarimiz madaniyat degan vaqtida daqidunbaq naqsh usul deb ham o'ylab qoldi. Amaliyotda madaniyat bir millatning kimligini, shu millatningki qanchalik bir madaniyatli millat va qanchalik taraqqiy qilgan bir millat ekanligini ko'rsatadigan bir eng yorqin bir omil amaliyotda. Shunlashqa vatanda Xitoy bizningki eng birinci o'rin qo'yib turib yo'qotishga tirishayotgan narsa bo'lsa, bizning madaniyatimiz va ma'rifimiz. Chunki bir millatningki ma'rifi va madaniyati bo'lmagan vaqtda o millat assimilyatsiya bo'ldi, o millat yo'qolib ketadi. O millatni qon to'kmay turibmi tarix betidan o'chirayotgan bo'ldi. Tarixda buniki misollar intayin jiq, nur yo'qolib ketgan, unutilib ketgan, faqatlan tarixningki to'pi batlarda qolib qolgan millatlar intayin jiq. Biz Uyg'urlar undaq bo'lishni oldini olish uchun albatta muhojiratda hamon bir kuni vatanimizga qaytimiz, mustaqil holatda, beshimizni tik tutgan holatda, ammo uning uchun madaniyatimizni, ma'rifimizga ega chiqqan bir Uyg'ur millati bilan, bir Uyg'ur nasli bilan qaytishimiz uchun bizningki bu muqaddasotlarimizni qo'g'dishimiz hammalarningki burchi bo'lish kerak deb o'ylayman va butun Uyg'urlarmi shunday deb o'ylaydi deb umid qilaman. Xo'sh, hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz mishagicha olsun, keyin qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Yaponiyaning poytaxti Tokiodan hammanglarga o'ttiq salom. Men Riyosat Iftixor Abdurashid. Allohga omonat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.